Davom etamiz. Mashhur xonanda Lola konsert dasturi orqali 5 kun davomida muxlislariga unutilmas lahzalarni taqdim etdi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Ovozining sehrli ohanglari bilan sahnani to'ldirgan betakror Lola muxlislarini hayratda qoldirdi. U har bir qo'shiqni jonli ijro etar ekan, musiqiy ixlosmandlari uni iliq qarshiladi. Sahnadagi yorqin chiroqlar, rang-barang dekoratsiya konsertni haqiqiy bayramga aylantirdi. Alohida e'tirof etish joiz, san'atkor o'ziga xos liboslari va imidji bilan alohida e'tiborni torta oldi. Konsert davomida Lola muxlislarga minnatdorlik bildirar ekan, ular bilan samimiy muloqot qildi. Shunaqa shou qilish oson emas, hammaga emas, lekin Lola qilgan juda ham progress и uni ijodga и полный bizani show biznesga bu juda ham katta prorыв. Bundan oldin ham chiqqanman konsertlarga, lekin aynan bunaqa katta konsertda, ya'ni davomiy 5 kun podryad konsertda to'g'risini aytsam, bunaqa tayyorgarchilik bilan va mentor san'atkor xonanda bilan chiqishim albatta birinchi marta. Taassurotlar juda ham zo'r, hayajon bor, lekin bu sahnada turganimdan juda ham xursandman. 5 kun davomida taqdim etilgan konsert bu nafaqat musiqa, balki betakror xonandaning muxlislari o'rtasidagi iliq va jonli uchrashuvga aylana oldi. Har bir lahza tomoshabinlarda unutilmas hissiyotni qoldirdi deb ayta olamiz. Nigora Elmurodova, Farruh O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.